Sahro kemasi nomiga sazovor bo'lgan Nissan Patrol, Toyota Land Cruiser avtomobillaridek to'liqligicha rama ustida yig'ilgan, off-roadda ham o'zini yaxshi ko'rsatib bera oladigan, yoqilg'i sarfi kam, o'zi gibrid shaklda harakatlanadigan Changan Hunter pikapi. Assalomu alaykum barchaga, siz yana King Motors avtosalonining YouTube'dagi rasmiy kanaldasiz. Bugun sizlarga Changan Hunter pikapini to'liq obzorini ko'rsatib o'tamiz va oxirida narxini ham albatta aytamiz. Narxi juda ham ajoyib. Shu avtomobilni boshqa joylarda sotilayotgan narxidan keskin farq qiladi. Shunday ekan, ekran oldida yaxshilab joylashib oling. Biz esa obzorni boshlaymiz. Avtomobil old qismida ham to'liqligicha zamonaviy dizayn yechimlaridan foydalanib o'tilgan. Ko'rishingiz mumkin, radiator panjarasi ham juda ham katta shaklda ishlangan, qoraytirilgan. Avtomobilimiz narda grey rangida hamda mana shu qoraytirilgan radiator panjaralari, qora bamper qismlari ham avtomobilni to'liqligicha dizayniga bir hamohang ravishda tushgan hamda avtomobilga o'zgacha jiddiylik bag'ishlab turibdi. Changan logotiplarini ko'rishimiz mumkin. Pastki qismida esa 360 gradus kameramizni old qismiga javob beradigan blok ham joylashtirib o'tilgan. Avtomobilda anglaganingizdek 360 gradus kamera ham mavjud. Ya'ni siz yon qismlarini ham orqa qismini ham bir vaqtning o'zida ko'rib keta olasiz. Kunduzi harakatlanish chiroqlari avtomobilimizda mavjud. Pastki qismda esa yaqinni hamda uzoqni yoritish uchun kattakon chiroqlar o'rnatilgan avtomobilda. Bu chiroqlarimiz to'liqligicha LED, galogen emas. Pastki qismda tumanga qarshi chiroqlar o'rnatilgan bamper qismida bu chiroqlarimiz galogen tarzda yonadi. Bu faqatgina tumanga qarshi chiroq vazifasini bajarishdan tashqari o'ngga qayrilsangiz o'ngni, chapga qayrilsangiz chapni yoritib berish funksiyasi bilan ham jihozlangan. Bu esa sizga qiyin manyovrlarni amalga oshirishda, qorong'uda harakatlanishda juda ham asqotadigan funksiya hisoblanadi va avtomobilni to'liqligicha ko'rishingiz mumkin. Aynan mana shunaqangi qoraytirilgan joylari avtomobilga jiddiylik bag'ishlab turibdi. Yuqori qismda esa dugalarni ham ko'rishimiz mumkin. Undan tashqari yon ko'zgularimizni dastaklari ham, qoplamalari ham to'liqligicha avtomobilda qoraytirilgan shaklda ishlangan. Avtomobil yon qismiga o'tganda ko'rishingiz mumkin, juda ham katta hamda uzun avtomobil. Avtomobilimizning uzunligi 5,63 sm ni tashkil qiladi, balandligi esa 1,88 sm, eniga esa 1,93 sm ni tashkil qiladi. G'ildiraklar bazasi esa 3,43 sm ni tashkil qiladi ushbu avtomobilimizda. Bu parametrlardan ham bilishingiz mumkinki, avtomobil juda ham katta hisoblanadi va ko'ryapmiz, yon qism, qanot qismlarida ham xuddi shunaqangi qoraytirilgan joylari bor, plastmassadan ishlangan va avtomobilimizda to'liqligicha orqa qismlarida ham xuddi shunaqangi ko'rinishda davom etadi. G'ildiraklariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, avtomobilimizda 265 ga 60 R18 razmerdagi disklar hamda shinalardan foydalanilgan va buni ko'ryapsiz, protektori anchayin qalin, ya'ni avtomobilning yumshoqroq yurishi, off-roadlarda harakatlanishi uchun ham shunaqangi tarzda ishlangan, ya'ni toshlarda yurganda toshlarni bildirmaslikka ham xizmat qiladi. Zinalariga keladigan bo'lsak, avtomobilimizda haqiqiy zinalar bor, elektron tarzda chiqmaydi, elektron boshqarilmaydi, lekin haqiqiy pikaplarga, off-road avtomobillarga xos bo'lgan baquvvat zinalardan foydalanib o'tilgan hamda eshik dastaklarini ko'rishingiz mumkin, xrom elementlardan foydalanib o'tilgan hamda bu yerda kalitsiz kirish funksiyasini, tugmasini ham ko'rishimiz mumkin. Agarda avtomobil akkumulyatori o'tirib qolsa, mana bu yerdan mexanik kalt bilan ochishingiz uchun ham joy qoldirib ketilgan. Dogalarni boya sizga aytib o'tdik, xuddi shunaqangi dogalar bor hamda ko'ryapsizki, orqa qism aynan yuk ortiladigan yukxona joyi avtomobilimizni kuzovidan ajratilgan holda ishlangan. Bu ham avtomobilda plyusga xizmat qiladi hamda avtomobilni haqiqiy pikaplarga xos bo'lgan xarakterini anglatib turadi bizga. Orqa g'ildiraklar ham xuddi shunaqangi. Endi sizga podveskasi haqida aytib o'tadigan bo'lsak, old qismi 2 bo'g'inli to'liqligicha mustaqil podveskadan foydalanilgan bo'lsa, orqada esa bilasiz, avtomobilimiz 4x4 shaklda harakatlanadi, shuning uchun orqada o'zini ko'prigi bor, to'liqligicha elektron ko'prik hamda mustaqil bo'lmagan podveska avtomobilning orqa qismida o'rnatilgan. Bahaybat bo'lgan pikapimizni orqa tomoniga ham o'tib oldik. Bu yerda Changan yozuvlarini ko'rib turibsiz. 4x4 shildiklari ham tushirib o'tilgan avtomobilda. Orqani to'xtash chiroqlari esa ko'ryapsizki, to'liqligicha zamonaviy LED dan tashkil topgan. Bamperlarga ham ahamiyat bering, oyoq qo'yish uchun maxsus joylar ham qoldirib o'tilgan hamda baquvvat plastikdan ishlangan bamperlar bu yerda avtomobilimizda hamda bamperimizning orqa qismida 2 dona, ya'ni orqa qism bamperimizda 2 dona Parktronic sensorlar ham mavjud, chunki avtomobil juda ham uzun. Old qismida Parktronic sensorlar yo'q edi, uni o'zingiz ko'rishingiz mumkin. Orqani ko'rish qiyinroq bo'ladi, shuning uchun sizga qulaylik yaratish maqsadida orqa qism bamperlariga 2 dona Parktronic sensorlar avtomobilimizda qo'yib o'tilgan.
Yukxonani esa mana shu yerdan ochishimiz mumkin. Markaziy qulfni qulflaganingizda yukxona ham avtomatik tarzda qulflanadi. Yukxona mana shu qism bir qism ochiladi. Bundan tashqari mana bu ikkinchi qism hisoblanadi. Ikkinchi qism ochiladi. Uchinchisi esa sizga zina vazifasini bajaradigan qism ham ochiladi. Va ustidagi pardasi to'liqligicha baquvvat bo'lgan plastikdan ishlangan. Undan tashqari kalitlari ham bor. Bu kalitni o'zingiz bilan olib yursangiz bo'ladi. Mana shu yerdan qulflashingiz mumkin. Hozir mana ochamiz. Qulflanmagan. Va siz buni qulflab qo'yganingizda xavfsizlikka ham juda ham yaxshi javob beradi. Ya'ni o'zingizning yuklaringizni, shaxsiy bo'lgan, kerakli bo'lgan, nisbatan qimmatbahoroq bo'lgan yuklaringizni ham avtomobilda yuklab ketishingiz mumkin degan bu, ya'ni qulflanishi. Pardamiz yig'iladi. Ko'ryapsiz, to'liqligicha pardani yig'ib olishingiz mumkin. Endi esa sizga yukxonasi haqida ma'lumot berib o'tadigan bo'lsak, avtomobilimiz 1.60 ga 1.59,5 bo'lgan yukxona kattaligi. Aynan bort qismini balandligi, mana shu qismning balandligi esa 52 sm ni tashkil qiladi. Yuk olish massasi qanaqa? Qancha og'irlikda bo'lgan yuklarni ko'tara oladi desangiz, 492 kilogramm yukni ko'tara olar ekan. Endi bu o'zini texnik xususiyatlarda berilgan. Misol keltiradigan bo'lsak, Labo avtomobillarda 460 kilogramm adashmasam shunaqa yozilgan bo'ladi. Bizda esa 1 tonnadan ham ortiq vazndagi yuklarni aynan Labo avtomobilda tashishini ko'rganmiz. Shunday ekan, bu avtomobilga ham og'ir bo'lgan yuklarni bemalol yuklab tashishingiz mumkin. Chunki bunda texnik ko'rsatkichlar ham a'lo darajada. Shunday ekan, qiynalmasdan tortib ketaveradi. Mana bu qismda esa avtomobilimizda chiroqlar bor, qo'shimcha chiroqlar, yukxonani yoritib turadigan. Endi to'liqligicha yorita olmasa ham yoritib bera oladi va bu yerda rozetkalarni ko'rishimiz mumkin. Ya'ni elektr texnikalaringizni ishlatish uchun. Endi bu pikap dalalarda ishlatiladi. Shuning uchun masalan choy qaynatish, ovqat isitish, shunga o'xshash ishlarni, undan tashqari gadjetlarni quvvatlash uchun ham xizmat qiladigan bu yerda avtomobilimizda rozetkalar o'rnatilgan. Shunday ekan, bu pikapni olib siz xohlasangiz tog'larda, xohlasangiz dala ishlarida ham foydalansangiz bo'ladi. Ajoyib bo'lgan pikap, yoqilg'i sarfi ham kam. Endi esa avtomobilning ichki qismini sizga ko'rsatishni boshlaymiz. Chiqishda esa bitta minus bor ekan. Endi ruldan ushlasangiz bo'ladi, lekin mana shu yerda dastaklar yo'q ekan avtomobilimizda. Ozgina chiqish tushishda qiyinchilik bor. Shu narsasi minusi bor ekan. Buni albatta aytib o'tishimiz kerak. Boshqa mana bu yon tomonda, orqa tomondagi eshiklarda dastaklar bor. Aynan haydovchinikida qo'yib o'tilmagan ekan, boshqa avtomobillarda ko'rgan edim. Ruliga to'xtaladigan bo'lsak, charm qoplangan, rulimizda to'liqligicha oddiyroq pozitsiyalarda plastik qoplangan bo'ladi va bu avtomobilimiz ma'lumot o'rnida aytib o'tishim kerak, eng full pozitsiyasi hisoblanadi. Yon tomondagi o'rindiq ham elektron boshqariladi. Shunday ekan, ikkala old o'rindiqlarimiz elektron boshqariladi hamda isitish funksiyasi bilan ham jihozlab o'tilgan. Rul multimedia uchun javob beradi, cruise kontrolni boshqarishingiz mumkin. Uzatmalarni amalga oshirish esa mana bu gitara orqali amalga oshiriladi uzatmalar. Bu yerda hech qanaqangi selektorlarni ko'rmayapsiz. O'ynartgichlarimiz mana bu yerdagi gitaradan boshqariladi. Monoxrom bo'lgan tabloyimiz 7,5 dyuymda. Siz yoqilg'ini qancha qolganini, elektr sarfini ham xuddi shu yerdan o'zidan ko'rib ketishingiz mumkin. 12,3 dyuymdagi esa bu yerda displeyimiz, markaziy displeyimiz bor. Avtomobilning sozlamalarini shu yerdan boshqarishingiz mumkin. Kameralarga kirasiz, boshqa narsalar, undan tashqari iqlimni nazorat qilishni ham aynan mana shu displeydan boshqarsangiz bo'ladi. Va bu avtomobilimizda yana bitta plus tomoni bor ekan, nima desangiz, radiolari bor. Hozirgi kundagi deyarli hech qaysi elektromobillarda, gibrid avtomobillarda radioni uchratmaysiz, lekin bu avtomobilimizda radiolari bor, ishlab turibdi. Hozir mana ishlatib ko'rsatib ketamiz sizga. Mana. Qaysi javobda sudyalar Ko'ryapsizmi? Radiolar ham ishlab turadi. Ya'ni bu avtomobilni xarid qilsangiz zerikmaysiz. Masalan, dalalarda yurganingizda ham maza qilib radiolarni eshitib ketishingiz mumkin bo'ladi. Chunki dala joylarda yoki tog'li joylarda aloqa yaxshi bo'lmaydi. Siz YouTube orqali yoki boshqa narsa orqali musiqalar eshita olmaysiz. Shuning uchun radiodan maza qilib foydalanib ketishingiz mumkin avtomobilda. Iqlimni nazorat qilish nafaqat sensorlarda amalga oshiriladi, balki mana bu yerdagi tugmalar orqali ham amalga oshiriladi. Ya'ni yoshi kattaroq bo'lgan odamlar ham qiynalmasligi uchun tugmalar ham avtomobilimizda mavjud. Telefon qo'yish uchun joylar, bu yerda esa telefonni simsiz zaryadlash uchun joyimiz bor. Sovutish tizimi bilan ham jihozlab o'tilgan. Stakan qo'yish uchun ikkita joy. Mana bu esa avtomobilimizning kalitlari hisoblanadi. Mana bu yerda ham joy bor. Narsalaringizni bemalol joylab ketsangiz bo'ladi. Tirsak suyanchig'imizning pastki qismida va mana shu narsaga ahamiyat bering. Qarang,
Mercedes-Benz AMG'larda, Mercedes-Benz'larda bo'lardi, aynan GLS'larda ko'rganman. GLS, GLE'larda. Bunda ham xuddi shundan ilhomlanib ishlangan bo'lsa kerak. Qo'l bilan ushlab ketadigan joy. Off-road avtomobil-ku, shunda qo'l bilan ushlab ketish uchun joy qoldirib o'tilgan desak, avtomobilimizda adashmagan bo'lamiz. O'rindiqlar ham yaxshi, sizni quchoqlab oladi. Bemalol harakatlanib ketishingiz mumkin. Mana shu qismdan esa yon ko'zgularni boshqarishingiz mumkin. Elektron tarzda boshqariladi hamda elektron tarzda taxlanadi yon ko'zgularimiz. Undan tashqari uzatmalar aro, ya'ni o'qlar aro blokirovkani ham aynan mana shu yerdan boshqarsangiz bo'ladi avtomobilimizda. Yurish rejimlarini ham boshqara olasiz. Hozir siz bilan yurish rejimlarini sanab chiqamiz. Eco, Sport, Normal hamda Eco 3 ta ekan. 3 ta yurish rejimi bor ekan. Undan tashqari qo'shimcha off-road mod bor ekan bu yerda. Qorda yurish, qumda yurish, loyda yurish, boshqa yurishlari bor ekan. Undan tashqari trailer mod bor ekan. Orqaga tilechka ulaganingizda mana shu trailer modni qo'shib qo'ysangiz ham bo'lar ekan avtomobilda. Yaxshi funksiyalar, torpeda qismida ham yumshoq materiallardan ishlov berilgan avtomobilda, yaxshigina bo'lgan yumshoq materiallar. Undan tashqari esa mana shu qismdan ham avtomobilimizni yurish shaklini boshqarishingiz mumkin ekan. To'rtala g'ildiraklar harakatlansinmi yoki faqat old ikkala g'ildirak harakatlansinmi yoki old orqa g'ildirak harakatlansinmi degan boshqarish. Undan tashqari avtoga qo'yib qo'ysangiz ham bo'lar ekan. Mana shu shayba orqali boshqariladi. Ichki qism ham yaxshi, o'zingizni qulay his qilib ketasiz. Ko'zoynak qo'yish uchun joylari bor, chiroqlarimiz bor, galangin bo'lsa ham yaxshigina yoritib bera oladi. Mana bu yerda esa quyoshdan to'sqichlarimiz ham, hamma narsalar avtomobilda mavjud. Ya'ni off-road uchun tayyor. Dalalarda aynan fermerlarimiz olib haydasa, ayniqsa maqsadga muvofiq bo'lardi. Biz ham endi yoshligimizda kinolar ko'rganmiz, Amerika filmlarida bilasiz, aynan fermerlar, katta-katta yer egalari pikaplarda yuradi. Bizda ham mana endi vaqti kelyapti, sekin-sekin fermerlarimiz xuddi mana shunaqangi pikaplarni xarid qilib, dalalarda maza qilib haydab yurishibdi. Orqa qismga joylashish ham qulay, zinalardan foydalanasiz, dastaklar ham mavjud. Old qismga nisbatan o'tirib olishingiz mumkin. O'tirganingizda ham qulay o'zingizni his qila olasiz. O'rindiq sizni nisbatan quchoqlab turadi. Divanlarimiz kichikroq. Endi bu pikap yo'lsizliklarda harakatlanish uchun xizmat qiladi. Shuning uchun nisbatan kichikroq deyapman, unchalik kichik emas. Deflektorlar bor, orqada USB portlar ham mavjud. Bosh suyanchiqlarimiz bor, orqada oyna bor, hamda orqani yoritish uchun alohida bu yerda chiroqlarni ham ko'rishimiz mumkin avtomobilda. Endi esa sizga avtomobilimizni texnik xususiyatlarini aytib o'tamiz. Oxirida esa albatta narxi ham aytib o'tiladi avtomobilni. Avtomobilimizda 272 ta ot kuchi mavjud. Old hamda orqa g'ildiraklar harakatlantiruvchi hisoblanadi. Undan tashqari bu avtomobil aytib o'tdik, gibrid shaklda harakatlanadi. 31 kWh sig'imga ega bo'lgan temir fosfat batareyalar ham o'rnatilgan. Elektr energiyasini o'zida CLTC standarti bo'yicha 130 km masofani bemalol bosib o'ta oladi avtomobil. Gibrid shaklda harakatlanganda esa 7,5 dan 8,5 litrgacha bo'lgan yoqilg'ini sarflaydi. Endi bunda dvigatel qanaqa, ya'ni generator vazifasini bajaradigan dvigatel qanaqa desangiz, 2 litr turbina, 190 ta ot kuchni beradigan dvigatellar o'rnatilgan avtomobilda. Shunday ekan, bunga sifatli bo'lgan 95 benzinlarni albatta quyishingiz kerak bo'ladi. Maksimal tezligi esa 160 km/soatni ushbu avtomobilimizda tashkil qiladi. Avtomobilga olgan obzorimiz sizga ma'qul kelgan bo'lsa, albatta like bosishni esdan chiqarmang. Qanchalik siz tomoningizdan qo'llab-quvvatlashlar ko'p bo'lsa, ko'rishlar soni ko'proq bo'lsa, keyinchalik avtomobillarni test drayvlarga ham olib chiqib, sizlarga test drayvda sinab ham avtomobil haqida o'z fikrlarimizni aytib boramiz albatta. Narxiga keladigan bo'lsak, avtomobil 1 yil kafolati bilan King Motors avtosalonida 34 ming AQSh dollariga sotilmoqda. Kelib, bemalol avtomobilni ko'rib, albatta test drayvni ham tashkillashtirib beramiz. Test drayv qilib ko'rib ham avtomobilni xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Avtomobil haqida yana ham batafsilroq ma'lumot olishni xohlasangiz, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqing. Biz sizni albatta King Motors avtosalonida kutib qolamiz. Kanalimizga obuna bo'lib qo'ying, like bosishni esdan chiqarmang, hamda izohlarda avtomobil haqida o'z fikringizni qoldiring. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.